Mehmonbob xamirlari og'izda eriydigan lola somsa. Qani ketdik. Bismillah deb elangan unga xona haroratidagi margarinni solib, urvoq qilib olamiz. Smetana, tuz, tuxum, razrihitel solib, xamir qorib olamiz. Xamirimizni tindirishga xolodilnikka olib qo'yamiz. Nachinkasiga xohlaganingizni qilishingiz mumkin. Men piyoz, qiyma, kartoshka, tuz, ziravorlar solib aralashtirdim. Xamirimizni zuvolalarga bo'lib olamiz. Har birini yoyib, videoda ko'rsatilgandek kesib, nachinka solib, bir tomonga qarab o'rab olamiz. Tegini tugib, xamir chetini sal qaytirib qo'yamiz. Yana ham chiroyli chiqadi ko'rinishi. Listga terib, ustiga tuxum surib, sedana yoki kunjut sepib, oldindan qizdirilgan duxovkada pishirib olamiz. Juda ham mazali, xamirlari og'izda eriydigan somsa mehmonlaringizni va oila a'zolaringizni ko'nglidan alohida o'rin egallaydi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Retsept yoqsa yurakchan boshlash esingizdan chiqmasin.